Samarqand shahridagi eng gavjum chorrahalardan biri Ro'daki, Shohizinda va Dahbet ko'chalari kesishmasida yo'l usti piyodalar ko'prigi qurilishi rejalashtirilmoqda. Viloyat hokimi Aziz Boboyevga mazkur ko'prik qurilishi yuzasidan loyiha taklifi taqdim etildi. Endi hozir Samarqandda bizada ikkita eng gavjum chorraha borda. Bittasi Dagbitskiy, bittasi Povorov. Shu ikkalasini ham agar masalasini biz yechsak, ancha probkalarni ham oldini olamiz, odamlarni ham xavfsizlik nuqtai nazaridan ancha yordamimiz tegadi. Dagbitskiyda bitta qilingan bir paytlar yer osti yo'li bir tomonida, lekin u juda ham chuqurda, bundan odam tushib chiqishi, yosh kattalar, qarilar, invalidlar o'rdan tusha olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. O'rda mazasi qochib qoladi. Shuning uchun biz mana shu variantda bir 4 tomonga 4 ta eskalator qo'yinglar. Odamlar endi eskalator bilan chiqadigan qilaylik. Sababi endi hayot o'zgardi, endi biz bir savremenniy bo'lish kerak, zamonaviy bo'lish kerak. Ta'kidlanishicha, ushbu hududda ta'lim muassasalari, turli korxona va tashkilotlar, banklar hamda shifoxonalar joylashgan bo'lib, piyodalar harakati nihoyatda yuqori. Aholining ko'chaning bir tomonidan ikkinchi tomoniga xavfsiz o'tishini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalasiga aylangan. Viloyat hokimi taqdimot jarayonida quriladigan piyodalar ko'prigi barcha zamonaviy talab va me'yorlarga javob berishi, eng avvalo xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor qaratilishi zarurligini qayd etdi. Loyihaga ko'ra, piyodalar yo'lagi zamonaviy qurilish me'yorlari asosida barpo etilib, transport oqimi yuqori bo'lgan ushbu hududda tirbandlikni kamaytirish, yo'l transport hodisalarining oldini olish va piyodalar harakatini tartibga solishga xizmat qiladi. Shuningdek, qurilish jarayonida amaldagi qurilish qoidalariga qat'iy rioya etish, ishlar olib borilayotgan vaqtda haydovchilar va piyodalarga noqulaylik tug'dirmaslik masalalari ham alohida nazoratga olinishi bildirildi.